Boshladik. Eng yaxshi kayfiyat chokoladalardan boshlanadi. Hop, qaranglar, gametogenez nima degani? Gameta bu jinsiy hujayra degani. Genezis rivojlanadi degani. Taraqqiy etmoq, rivojlanmoq degani. Demak, gametogenez bu jinsiy hujayralarning yetilishi, rivojlanishi, hosil bo'lishi degan ma'nolarni anglatadi. Jinsiy hujayra qanday hosil bo'ladi? Endi shuni ko'rib chiqamiz. Voy emaski, hozir siz shu paytgacha mitoz nima, meyoz nima tushundingiz, bildingiz. Qaysi birida siyahbat o'zgaradi? Qaysi birida siyahbat o'zgaradi? Mitozdan meyozdanmi? Meyozda o'zgaradi. Qaysi birida siyahbat o'zgarmaydi? Mitozda o'zgarmaydi. Shu narsani bilish endi bizga gametogenez, ya'ni hayvon va o'simliklarda gameta, ya'ni shu ko'payish uchun kerak bo'ladigan jinsiy hujayra qanaqa qilib hosil bo'lib chiqishi haqida gaplashamiz. Tushunarlimi? Birinchi bo'lib o'simliklardan boshlaymiz. Qarang. O'simliklardan boshlaymiz, chunki o'simliklarda ikkalasida har xil ketadi. Hayvonlarda esa o'simlikda ham erkakda ham ayollarda ham bir xil ketadi, tashdi. Ozgina joylarda farqi bor, atak bir xil. Xuliga tuqati bor-ku. Chunki melsimizda. Hop, demak, o'simliklar ikki xil. Spermatogenez, oogenez. Mana. Hop, demak, gametogenez ikki xil bo'ladi o'zi. Chunki ikki xil jinsiy hujayra bor-da bizda. Spermatozoid, tuxum hujayra. To'g'rimi? Gametogenezning spermatozoid yetilish qismi spermatogenez deyiladi. Spermatogenezdagi spermatoz bu erkaklik jinsiy hujayrasi degani, genezis rivojlanish. To'g'rimi? Oogenez, meva ana babacha deydimi siz? O'sha bu tuxum hujayra degani, genezis rivojlanish. Tushunarli? Yozmadim. Spermatogenez, oogenez, men prosta simbol belgi ramzini qo'yib ketdim. Tushunarli? Boshladik erkaklardan. Qarang. Birinchi dastlab boshlab beradigan hujayra, jinsiy hujayrani hosil qiladigan hujayra bu somatik hujayra hisoblanadi. Bas. To'plami 2N, 2S. Tushunasizmi? 2N, 2S bo'ladi. Bu hujayraning nomi hammasida dastlab eng birinchi bashi 2N, 2S somatik hujayra bor bo'ladi-ku. Chiqib ovozim qarang chiqayotgan bo'lsa bo'ldi. Buni tekshirmadik chunki birlamchi jinsiy hujayra deyiladi. Tushunarlimi mana? Yozib qo'yaman. O'zimma mana tepada turadigan hammasi birlamchi jinsiy hujayra deyiladi mana. Tushundingizmi? Birlamchi jinsiy hujayra. Bu birlamchi jinsiy hujayra hozir hayvonlarda ham chizaman, u ham birlamchi jinsiy hujayra bo'ladi. 2 hujayra. Endi o'shani o'ziga ko'ra nomlari har xil bo'lib o'zgarib ketaveradi. Masalan, imенно mana shu hujayrani o'simliklardagi erkaklik hujayrasini hosil qiladigan birlamchi jinsiy hujayrasining nomi mikrosporosit. Mikrosporosit. Tushunarli? Hujayra nomi nima ekan? To'plami? Somatik hujayra, jinsiy hujayra. Chunki keyin nomi yoki boshqacha nomi? Birlamchi jinsiy hujayra. Qarang, birlamchi jinsiy hujayra dedik-ku. Lekin bundan hosil bo'lgan jinsiy hujayra nomi nima? Spermatozoidmi? Birlamchi spermatozoid desa ham bo'ladi. Chunki jinsiy hujayrani boshqacha nomi spermatozoid hamda. Demak, 3 xil nomi bor. Birlamchi jinsiy hujayra hammasiga yoppasiga ketaveradi. Erkak hosil qiladiganlari birlamchi jinsiy hujayra deyiladi. O'simlikda erkak hosil qiladigan hujayra mikrosporosit deyiladi. 3 xil nom qarang, pashti. Lekin to'plam bir xil. Hop, demak, o'simliklarda mana shu mikrosporosit meyoz usulida bo'linadi. Meyoz usulida bo'linsa, nechta hujayra hosil bo'ladi? 4 ta hujayra hosil bo'ladi. Birdaniga 4 ta yozaveraman. Buni siz lekin bitta hujayra 4 ga bo'lyapti deb o'ylamaysiz, xudo xolasa. Birinchi reduksion, keyin ekvatsion, meyoz bosqichdan o'tadi, to'g'rimi? Birinchi bu ikkita, keyin bu ikkita hosil bo'ladi deb tushunsa bo'ladi. Bu haqda xudo xolasa zo'r masalalar keladi hali. Ko'ramiz, hali boshlanadi, hayot hali oldinda azda. Chunki yaxshilab tushunib oling hamma narsa. Demak, to'plam necha bo'ladi? NSda endi men faqat N ni yozib ketaveraman. Chunki bu yog'iga S ni ham yozsangiz, mitoz meyozni o'zida kerak bo'ladi. Bunaqa paytda unchalik kerak emas. Hozircha N, ya'ni NS. Bu hujayralarning nomi nima desa, bu hujayralarning nomi, qarang, mikrosporosit. Sit bu muzlik davridagi sit emas. Sitoz degani. Ya'ni sitologiya so'zidagi sitoz so'zi ma'nosi nima edi? Hujayrami? Mikrosporani hosil qiluvchi hujayra degani. Tushunarli? Mikrosporani hosil qiluvchi hujayra. Demak, bu hujayra nomi nima? Mikrospora. Tushundingizmi? Mikrosporalarni hosil qiluvchi hujayra nomi mikrosporosit.
Sit degani shu hujayra. Shuni hosil qilib beruvchi hujayra. Mikrosporosit deyiladi. Allo. Allo, demak, mikrospora hosil bo'ldi. Mikrosporalarning har biri mitoz usulida bo'linadi. Ajoyib. Qani mitoz mohiyati nima edi? Mitoz mohiyati bu hujayra avval qanday bo'lsa, shakli, o'lchami, razmeri, geni bir xil hujayra hosil qiladi. To'g'rimi? Siz shu paytgacha faqat 2 genli mitoz, 2 gen hosil qilishni bildingiz. Yaxshilab e'tibor bering. Bu hujayraning to'plami necha? Mitoz usulida bo'linib, ikkita hujayra hosil qiladi. To'plami necha bo'ladi buni ham? N bo'lsa n bo'ladi. Buni bir nasib bo'lsa keyingi darslarimizda yana tushuntirib beraman. Chunki hozir bu mavridi emas. Mavridi ko'payib ketadi. Bugungi oladigan ma'lumotingiz. N qanaqa qilib yana ikkita n hosil qiyin emas. Bunaqa bo'ladi. N birinchi sintezda n2s bo'ladi. n2s anafazda 2n2s bo'ladi. Keyin ns dan taqsimlanadi. Qiyin joyi yo'q lekin o'z buni ham. Buni ham kerak bo'ladigan joylari bor, o'sha payt tushuntirib beraman. Chunki bu mutatsiyaga uchadigan joylarni o'tamiz hali. Masalan, bu misol uchun 12 ta xromosoma turgan bo'lsa, 12 tadan bo'lish kerak. 12 tadan bo'lish kerak. Mitoz mohiyati 12 tadan. Lekin ba'zan 10 taga 14 ta bo'lib qoladi. Masalan, 11 taga 13 ta bo'lib qoladi. Mutatsiya haqida gaplashganimizda ana shuni tushuntirib beraman o'sha payt. Mutatsiyalar haqida mutatsiya mavzusida ichigacha kiramiz. Hozir tag'inab tashqarida yuramiz hozir. Tushundingiz? Demak, mikrospora mitoz usulida bo'linib, mana mitoz. Mana bu yerga meyoz deb yozaman. Mana bu yerga esa mitoz deb yozaman. Mitoz usulida bo'linib, ikkita hujayra hosil qildi. Ikkita hujayraning qarangki buni qonuniyatdek. Bittasi sal yirikroq, bittasi sal kichkinaroq bo'ladi. Bittasi sal yirikroq, bittasi sal kichkinaroq bo'ladi. Yirikrog'ining nomi generativ hujayra. Vegetativ hujayra. Vegetativ hujayra. Kichigining nomi generativ. Generativ hujayra. Qari spermatozoid hosil bo'lmadi bizda. Generativ hujayrani o'zi yana mitoz usulida bo'linib, ikkita spermatozoid hosil qiladi. Tushundingizmi? Mana shu uchalasi birgalikda chang donasi deyiladi. Mana chang. Tushundingizmi? Xo'p, endi bitta qaytarib olamiz. O'simliklar umuman olganda gametingiz bu jiddiy hujayralar hosil qilish. O'simliklarda ikkalasida 2 xil bo'lgani uchun alohida birinchi o'simlikdan boshladim. Spermatogenez, oogenez. Spermatogenezi boshida hujayradan birlamchi jiddiy hujayra, birlamchi spermatozoid yoki mikrosporosit meyoz usulida bo'linib 4 ta n to'plamli mikrosporalarni hosil qiladi. Mikro kichkina sporalar. Mikrosporalar hosil qiladi. Mikrosporalarning har biri mitoz usulida bo'linib, bittasi yirikroq, bittasi maydaroq, 2 xil hujayra hosil qiladi. Vegetativ hujayra, generativ hujayra. Generativ hujayralarning o'zi yana mitoz usulida bo'lib, spermatozoid hosil qiladi. Tushundingizmi? Demak, bo'ladi bu narsa. Nima uchun shunaqaligini keyin tushuntirib beraman. Nima uchun imенно shu uchalasi, nima uchun bu nimaga vegetativ deydigan, bu nega generativ deydigan tushuntiraman. Hozir qo'shaman, ikkalasini qo'shayotgan paytda tushuntiraman. Xo'p, tushundingizmi? Kelinglar, endi bitta narsani kelib, yo'q, bo'lmaydi, bo'sh yerda qoladi. Shundoqligicha qoladi. Negagini ham tushuntiraman hammasini. Xo'p, kerak emas. Xo'p, bitta mikrosporasitdan nechta mikrospora hosil bo'ladi? 4 ta. Bitta mikrosporasitdan nechta mikrospora hosil bo'ladi? 4 ta. Bitta mikrosporasitdan nechta spora hosil bo'ladi? 4 ta. Savolim o'zgarmi? Bitta mikrosporasitdan nechta mikrospora hosil bo'ladi? 4 ta. 10 ta bo'lsa-chi? 10 ta mikrosporosit bo'lsa-chi? 40 ta. To'g'rimi? Agar 16 ta mikrospora hosil bo'lgan bo'lsa, nechta mikrosporosit bo'lgan bo'ladi? 4 ta. Undan 4 ga bo'lamiz. Chunki 16 ta mikrospora hosil bo'lgan bo'lsa deb boshlarmiz, eshitmasdan birdan deylar. Demak, uni 4 ga bo'lamiz, demak 4 ta bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Yaxshi. Bu narsalar juda ham kerak. Hozir ustoz nega bu bilan tushunmadi o'ylayaptimi? Deyishlar mumkin, lekin bu narsa juda ham kerak. Har bitta mikrosporadan nechta vegetativ hujayra hosil bo'ladi? Bitta mikrosporadan bitta vegetativ hujayra. Bitta mikrosporadan nechta spermatozoid hosil bo'ladi? 2 ta. Endi bitta mikrosporasitdan nechta spermatozoid hosil bo'ladi?
8 ta. Chunki bittasidan 2 ta bo'lsa, 4 ta, 6 ta, 8 ta. Tushundingizmi? Bitta mikrosporazitdan 8 ta spermatozoid hosil bo'lar ekan. Yaxshi. Endi o'simlikka o'tamiz. O'simlik tushunarli, mana o'simlikdan boshlaymiz. O'simlikniki bu. Dastlabki birlamchi jinsiy hujayra. Tushunasizmi? Birlamchi jinsiy hujayra yoki buni nomi har doim bilib oladi. Ayol taraf baquvvat bo'ladi. Cho'q. Uylansa ayollarni baquvvatga uylan. Qaysi bilan uylan deydi-ku. Yuki yerda qolmaydi, hojibat. O'shanga o'xshab har doim tuxum hujayra yirik bo'ladi. Mana masalan siz anaqada ham o'tgansiz. Hatto birinchi bor shu haqda gidrada gaplashgan bo'lsak, shu paytgacha. Esda bo'lsa, spermatozoid kichkina lipillab olib keladi, tuxum hujayra yirik bo'ladi. Maski uni ehtimoliy nimasini qiyosini chizaman, qarayman. Shu darajada. Shu darajada. Shunday o'qitib oladi o'zi ham. So'rasa yugurib qichini ko'taraman. Shu darajada. Bu hatto bundan ham kichik. Ishonaveringlar. Demak, megasporazit. Megasporazit. Tushunarli? Demak, hosil qiladigan hujayrasining nomi megasporada. To'g'rimi? Qarang, shu joyda hushyor bo'lamiz. Ayollarda, qarang, mana masalan, tanasada, chotki tanasidan. Ayollar mana shunaqa katta hosil qilish uchun qolgan 3 tasidan voz kechadi. Mana. Rostlan? Mana bular urug'lanishda qatnashmaydi. Yo'naltiruvchi tanacha deyiladi nomi. Yozib qo'yaman. Yo'naltiruvchi tanacha, yo'naltiruvchi tanacha. Yo'naltiruvchi tanacha. Nomi nima ekan buni? Prosta группа поддержки. Sen uddalaysan. Tushunasizmi? Ha. Bu yo'naltiruvchi tanacha bittagina hosil qiladi. Nomi nima buni? Megaspora. Ana, oy deydi-ya, yapon. Megaspora bu yo'q. Spermatozoid. Megaspora. Farqi bor. Megaspora to'plami necha bo'ladi? NS bo'ladi. ANS bo'ladi. NS megaspora to'plami. Arxeospora degan tushuncha ham bor. Qaysi bir arxeospora deyiladi? Mana megasporazit yana bitta nomi bor. Arxeospora. Chunki arxeopteryx nima degani? Eng qadimgi degani. Arxe degan era bor masalan. Eng qadimiy era. Ketidan proterozoid, dastlabki era deb keladi. Protavis. Qarang, arxe, protavis. Arxe degani eng qadimgi, protavis bu qushlarning ajdodi. To'g'rimi? Eralarda ham shunaqa. Eng qadimiy era arxe erasi, ketidan proterozoid erasi keladi. Protos. Proton nima degani masalan? Neutron nima degan bilasizlar. Ko'rsam, lotinchani bilsam zarar qilmaydi. Birinchi kursda lotin tilida o'tasizlar, men insta. Arxeospora mana shu sporaning qadimi degani, anu ibtidosi, oldingi do'da xo'jasi degani. Arxeospora. Shuning uchun prosta ertaga men mekorga aytmayapman bu gapni. Ustoz, misol uchun prosta yozib qo'ysam ham eslab qolasizlar. Bolalar, bu minukani nega aytayapman? Ki ertaga siz men megasporazit bor, megaspora bor. Mana bu narsaning nomi megaspora. Mana mega sabit to'xtab qo'ygan bo'ldi. Megaspora buni nomi. Bu megasporazit. Bekorga megasporazit deyilmaydi. Megasporani hosil qiluvchi hujayra degan. Qaysi birining nomi arxeospora degan joyda ikkilanasiz. Tushunasizmi? Arxeospora bo'lmadi. Chunki adashasiz. Ana shunaqa payt arxe eng qadimiy. Tushunasizmi? Qadimi, qaysi biri qadimroq? Bu. Bu qadimiy. Bu birinchi kelib, keyin bu keladi. Tushundingizmi? Shunaqa eslab qo'ying. Xo'p, demak arxeospora hosil qildi. Mitoz usulida bo'linadi albatta. Endi mana megaspora bor-ku, 3 marta mitoz usulida bo'linadi, 3 marta. Mana birinchi mitoz, ikkita hujayra hosil qiladi. To'g'rimi? Ket. Ikkinchisi ket. Nechta hujayra hosil bo'lar ekan? 2 ning 3-chisi. Buni ham topshiriq o'rgatib qo'yaman. O'sha misol uchun ertaga sizlarga masalan 5 marta mitoz bo'lindi desa, chiqmaysizlar-da. 2 ning 5-chisi bilan topiladi 32. Xo'p, demak 3 marta mitoz usulida bo'linar ekan. Megaspora. Tushunarli? Hosil bo'ladi mana shu 8 ta hujayra.
Shu narsaning nomi, mana shu 8 ta hujayralarni birlashtirib turuvchi tushunchaning nomi murtak xalta deyiladi. Faqat yuksak yopiq ruli o'simliklarga xos. Yopiq ruli o'simliklarga. Murtak xalta tushunchasi yopiq rulilarga xos faqat. Ya'ni masalan archada murtak xalta degan tushuncha bo'lmaydi. Ya'ni mana shunaqa jarayon sodir bo'lmaydi archada. Immuniy shunaqa bo'lmaydi. Sal boshqacha bo'ladi, lekin bo'ladi ular shunaqa. Immuniy shunaqa bo'lmaydi. Murtak xalta degan tushuncha yo'q. Murtak xalta bu 8 ta demak hujayradan iborat bo'lgan xalta. Salafan paket. Cho'tki oling, mobilograflarga o'xshab bunaqasiga olsangiz bo'ladi. Xo'p, demak, qarang, murtak xaltada joylashishini aytib beraman. Esida bo'lsa tuguncha bor, to'g'rimi sizda? Qarang. Mana qarang. Ha? Qaynar xumcha. Bu urug'cha, ustuncha, tumshuqcha, ustuncha, tuguncha. To'g'rimi? Tuguncha. Esida bo'lsa tuguncha gulning qaysi a'zolariga joylashganiga ko'ra ostki va ustiga bo'linadi. Tuzilishiga ko'ra bir uyli, ko'p uyliga bo'linadi. Mana shu narsani oltin sirtda bayağı deb aytib turgansizlar. Negaligini men endi tushuntirib beraman sizga. O'sha paytda bo'lganda o'sha paytda ham tushuntirib beraman. Qarang, buning ichida nima joylashgan? Urug'chi joylashgan. Bu o'zi tuguncha, to'g'rimi mana bu? Tugunchaning ichida urug'chi joylashgan. Chunki sizlarda formulada tuguncha degan tushuncha yo'q edi. Urug'cha degan tushuncha bor edi. Chayinchi, urug'cha. Yo 1 yo 2 3 cheksiz. Qarang, mana urug'chi degan tushuncha bor. Mana urug'chi, mana bitta urug'chi deb yozib qo'ying. Urug'chi, mana shu urug'chi. Tasavvur qiling, shu urug'chi. Mana urug'chi. Bu tuguncha. Shu urug'chani ichida joylashadi murtay xalta. Qanaqa qilib qarang. Mana 1 2 3 4 5 5 tasi ketdi, to'g'rimi? Sentrda mana xuddi shunaqa joylashgan. Men sal kattaroq chizdim yondagilar, shuning uchun nima bo'lib qoldi. Qarang, 1 2 3 4 5 go'yoki birlashib nimani hosil qiladi? Kosaga o'xshagan bir shaklni hosil qilib beradi. Go'yo tasavvur qiling, mana birlashtirib olsak, mana bunaqa shakl hosil bo'ladi-da. Uchta qolib ketdi, to'g'rimi? Ikkitasi birlashib sentrda joylashadi. Sentr, qoq markaz, markazda joylashadi. Bittasi esa quda taraf keladigan joyga joylashadi. Quda taraf butdan keladi. Butdan kirmaydi. Eshidan kirmaydi, teshidan kirmaydi, eshik qolib. Demak, mana shu narsa. Qarang, shuni farqlab beraman. Xo'p, 5 tasi mana 1 2 3 4 5, mana shu 5 tasi murtay xalta devorini hosil qiladi. Ular просто devorni ishtirok etadigan, devorni hosil qilib beradi desam bo'ladi endi. Bunaqa tushuncha yo'q atak. Murtay xaltani shu yonida urug'lanishda ishtirok etmaydi. Nima ham qilib bermaydi. Просто o'sha gruppa podдержка kuchli deb bo'ladi. Biz yo'lamiz. Bizda gruppa podдержка yo'q. Hamma o'zim deydi spermatozoidlar. Hamma o'zim deydi. Birini ustiga biri chiqib ketib, ular bitta-ku ularda. Shuning uchun ham kutib turadi. Shoshmanglar. Bu narsachi faqat nimada emas. Urug'lanishda emas, hayotda ham shunaqa. Nima deydi? Kelin taraf kuyov nima deydi? Kuyov navkarni kutayotganda hamma joyi chiroyli hozirlab qo'yadi. To'g'rimi? Chuchvaralarni tayyorlab, xonalarni chiroyli qilib, sindirishga tarelkalar ham qo'yib qo'yadi. Ostonaga bitta latta, bitta qo'yib qo'yadi. Kutib turishadi. Hammasi intizorlik bilan. Signallarni chalib, 1 millionta navkar keladi. Birini usti urib ketgan, turtgan mashinasini qilib, kelib, o'ynab, dog'alganlar bilan hamma joy xullas, butun mahallani boshiga ko'tarib keladi. Tushunasizmi? Atak bitta qizga kelyapti. Mintasi. Kelib, akkuratni olib chiqib ketadi. Faqat bittasi kiradi lekin boyagi joyga. Shu bittasi kiradi, shu bittasiga bo'lib butun mashina hamma mana bardak, to'sto'polon, hayotda spermatozoid ham shu boyagi. Ayol kishidan bitta dona urug' xo'jayi, tuxum xo'jayi yedirganda 12 millionta spermatozoid keladi yani. Tushunasizmi? Shu hamma 11.999.999 tasi halok bo'ladi. Ba'zan 11.999.998 tasi halok bo'ladi. Chunki ikkitasi kirib ketib qolib, bir tuxumdan rivojlangan egizak degan tushunchalar paydo bo'ladi. Masalan. Hop, bu narsani keyin gaplashamiz. Hop, demak, mana bu ikkitasi birlashib markaziy hujayrani hosil qiladi. Markaziy hujayrani hosil qiladi. Mana bu esa tuxum hujayra. Qaranglar bolalar. Umuman olganda bunaqa jarayon. Tushunishingiz uchun aytaman, men boshqacha aytaman, bu ko'ryapti degan bittaman. Bu ko'rinadi lekin. Qarang. Urug'chi, katta urug'chi. Mana bu urug'chi. Qarang. Tin. Ashtaga joylashgan. Tushunasizmi? Mana bu 3 tasi hech ma'noda qatnashmaydi. Mana bu 3 tasidan o'rtasi tuxum hujayra. Markazda joylashgani
markaziy hujayra. Tushunyapsiz? Mana bu yuqori taraf bor-ku, bu quyi taraf, tumshuqchaga ochiladigan taraf, mana tumshuqchaga ochiladigan taraf mikropila deyiladi. Mikropila. O'zingiz uchun yozib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu yuqoriga qarab turgan joy mikropila. Tuxum hujayra mikropila tarafda joylashgan 3 ta hujayraning bittasi, o'rtadagisi. Mikropila taraf qayerda ekan? Mikrospora kirib keladigan joy. Xudo taraf albatta. Ko'nakar soda bo'ladigan joy. Bitta qaytaraman. O'simliklardagi oogenes. Bola hozircha nima payt bo'ldimi mana? 3 bit bormi hali? Yaxshi. Demak, oogenes, megasporosit yoki birlamchi tuxum hujayra yoki birlamchi jinsiy hujayra yoki arxeospora. Meros usulda bo'linadi, afsuski 3 tasi nobud bo'ladi. Bu uchun nobud bo'lmaydi o'zi. Qoladi. Biz ishtirok etmaydi deya qolaman. Sitoplazmasini o'tkazib beradi bunga. Tushunasizmi? Baribir bittamiz ishtirok etamiz. Kuch yetmaydi, to'g'ri uchun anaqa deydi-da. To'rtta xolos opa-singil bular, to'rtta opa-singil. Aytadi, ota-onamiz kuch yetmaydi baribir. Opasi aytayotdi-da endi. Sizlar sal kutib turinglar, singillarim. O'qib turinglar, ozgina nima qilib endi nima qilamiz deydi, qizlar ham. Ha, qani 1 yil kutamiz yana deydi. Bir yil. Hamma sepini bunga beradi endi. Pul yig'ib qo'ygan pulini endi o'tib olsin bu to'y. Endi boshqatdan yana. Tushunish uchun. Tushunasizmi xo'jayev ish qilib? Hop, demak, yon yo'naltiruvchilarcha bu. Bunday ekanda bo'lma. Yo'naltiruvchilarchalar bu uchlasi bu bitta megaspora. To'plam ns. 3 marta mitoz bo'lindi. To'plam ns. Demak, markaziy hujayraning to'plami necha? 2 Chunki ikkita hujayra birlashgan. Somatik emas bu. Ikkita n to'plamli hujayra birlashib oldi. Markaziy hujayralar demayapman-ku. Markaziy bitta hujayradek qabul qilinglar buni. 2 Tushunasizmi? Hallo. Hallo deydi. Qanaqadir YouTube shortda. Hallo. Ha, qarang, endi bizga urg'ulanish jarayonini tushuntirib beraman. Qarang. Bitta chang donasi, mana nega bu ikkita chang? Gulli o'simliklarda, imенно gulli o'simlik bu bilan yopiq uriladigan. Mana shu yopiq urilganini tushuntiraman mana gulli o'simlik. Gulli o'simliklarda qo'sh urg'ulanish degan jarayon bor. Jarayon qo'sh urg'ulanish bilan kechadi. Qo'sh urg'ulanish nimaligini tushuntirib beraman hozir. Ya'ni kim kashf etgan qo'sh urg'ulanishni? Starshi Navashin. S Navashin. Otasi Starshi. Biz o'zimiz uchun Starshi deb kashf etgan. Starshi Navashin. Aytay, so'zini bilmayman nima? Nu katta bo'lgani uchun Starshi. Sister. Endi qarang. Qatga yozsam bo'ladi. Qatga yozsam bo'ladi. Mana bu yozuvimni qarang. Mana chang donasi bor. Mana bu chang. Borib urug'chiga tumshuqchasiga tushdi mana. Urug' tumshuqchasiga tushsa, nima jarayonlar sodir bo'ladi? Qarang. Mana bitta chang, mana bilasiz, doim shimchiq ajratadi. Shamollagan odam burniga o'xshab. Doim shilliq bo'lib turadi. Changni o'ziga ushlab olish uchun. Bu ichida bitta urug'chi-yu. Borib bitta urug'lash ketsa ham imkon boricha ko'proq changni ushlab oladi. Kerak bo'lsa bitta dona shu nima tumshug'iga 40 ta chang tushishi mumkin, masalan. Balki men kam aytayotgan 100 ta chang tushishi mumkin. Tasavvur qilasizlar? Havoda yo'q. Havodagi chang emas, u boshqa chang. U zarralarning changi. Bu chang gul ajratadigan chang. Changdonni aytiladigan chang. Changdon bormi? O'shanda aytiladigan chang. Ya'ni bahorda aksarasiz-ku, o'sha changlar kiradi, sariq changlar uchib yuradi hamma joyda. O'sha asalarini tukidek joylashgan changlar. Asalarining tukini ko'rsangiz, hamma joyi chang bo'layotgan bo'ladi. U chang, gul changi u. Hop, menimcha ozodlangan payt bo'ldi. Bo'ldimi? Aniq bo'ldimi? Nechi bo'ldi? 1 minut bormi? 1 minut bo'lsa tushuntirib bo'laman. Qaranglar. Mana shu joyga esingizda bo'lsa, tumshuqchani vazifasi changni o'ziga yopishtirib olish, keyin ustuncha g'ovakmidi orasi. Ya'ni g'ovak nima degani? Gubkes. Uyda kirivadigan nimangiz bor mana? Gub. Ha, mana shu g'ovak narsa mana shu. Bizlar poke bor-ku, poke. Mana shu poke. Tushunasizmi? Bu degani ichkariga o'tkazmaydi hech narsa. Bu parda bu. Bu urug'chilik pardasi. Bu parda mana shu vegetativ hujayra yirik, qo'pol, qo'rs, katta, bahaybat shu yirtib o'tib ketadi. Tushunasizmi? Teshik hosil qilib, chang yo'lini hosil qiladi. Chang yo'lini hosil qiladi. Bu yerdan ikkita spermatozoid ketadi. Ha, oldin ochib ketishadi, ular kelasi. Qizil gilam bilan yo'q, xuddi shunaqa. Bittasi borib
tuxum hujayra bilan bittasi borib markaziy hujayra bilan o'rnatiladi. Qarang. Tuxum hujayra bilan spermatozoid kelib qo'shilsa, murtak, ya'ni zigota hosil bo'ladi. To'g'ri, zigota deyman hozircha buni. Zigota. To'g'ri? Zigota bu mana NS 2N 2S. Ko'p hujayralar organizmlarning bir hujayralik davri. Zigota. Karl Berg degan bitta olim kashf etgan. Esingizda bo'lsa. Xo'p, markaziy hujayra bilan spermatozoid qo'shiladi, chunki ikkita spermatozoid bor. Bu 2N 2S. Bu NS. Bizda endosperm hosil bo'ladi. Endosperm esa bizda to'plami 3N 3S. Triploid endosperm to'plami. Chunki 2N ga NS qo'shiladi. Endospermning triploid to'plamini Mlachий Namashin kashf etgan. Ya'ni boyagi Namashinni o'g'li. Pauza qilib tursangiz, og'iz ochib olamiz. Pauza faqat. Bo'ldi, og'izlarni ham ochib oling. O'tirmaysizmi siz? Bo'ldi. Hop, qaytib kelib qoldik. Demak, mana bu joylar. Demak, tuxum hujayra spermatozoid bilan qo'shilsa zigota hosil bo'ladi. Markaziy hujayra spermatozoid bilan qo'shilsa endosperm hosil bo'ladi. Zigotani vazifasimi, endosperm vazifasimi? Qarang. Endi videoni sal qiyshirtiramiz. Sal menga mana shu do'stga uchun qiyshirtirib beringlar. Kamerani. Mana shu joylarni ham ko'rsin. Ko'ryaptimi o'tam? Bo'ldi. Qarang. Endi zigota bilan mana zigota bilan endosperm birgalikda urug' deb ataladi. Xunuk bo'lib ketdi yozim, uzr. Demak, zigota bilan endosperm birgalikda urug' deb ataladi. Siz biz bilgan o'sha narsa shu urug'. Qo'lingizga xohlang guruch oling, xohlang bug'doy oling, xohlang mosh oling, xohlang o'rik danagini oling, xohlang любой bitta don urug' oling. G'o'za chigiti va hokazo. Biz buni urug' mavsumida o'tganmiz. Esingizda bo'lsa, g'o'za chigiti tashqarisidan chigit bu paxta bilan o'ralgan. Bu paxta bu meva. To'g'rimi? Quruq meva. Ko'sak meva hisoblanadi. Paxtasini olib tashlasangiz, ichidan chigit chiqib keladi. Chigit ustida yog'ochlik qobig'i bor degan, urug' qobig'i. Yog'ochlik qobig'ini olib tashlasangiz, tarkibidan ikkita urug' palla barg va endospermni ko'rasiz degan. Endospermi g'o'zada yog' bilan to'lgan. Shuning uchun biz chigitini siqib, yog'ini paxta yog'iga dog'lab iste'mol qilamiz. Endosperm vazifasi nima? Zigotani hamma biladi. Zigotani vazifasi qarang. Zigota, qarang. Bu zigota mana bunaqa narsa. Bitta hujayra, ikkani keslik. Mitoz usulida bo'linib, bir nechta hujayralar hosil qiladi. Tushunasizmi? O'sha mana shu bir nechta hujayra hosil qilganda zigota qoldimi? Yo'q, olib ketadi. Bu shu bir hujayralar to'plami murtak deyiladi. Tushunasizmi? Murtak. Tushundingiz endi? Murtak nima, zigota nimaligini tushuntirib ketdim. Unaqa qiyin narsa emas. Zigota bu demak bitta 2N2S hujayra, u bo'linishi bilan hosil bo'lgan bir necha hujayralar to'plami murtak deyiladi. Tushunasizmi? Murtak bu demak mana shudagi bir necha hujayralar to'plami. U murtak o'sma gul o'simliklarda ikki xil bo'ladi. Ikki xil shakl hosil qiladi. Bir palla barg yoki ikki palla barg. Tushundingizmi? U bir palla barg va ikki pallali barglar mana shu murtakdan hosil bo'ladi. Ya'ni zigotadan to'g'ri. Hop, zigota shunaqa bo'linishi uchun energiyani qayerdan oladi? Endosperm beryapti shu energiyani, tushunasizmi? Endosperm bu urug' uchun zaxira manbai hisoblanadi. Har xil o'simliklarning endospermi turli xil narsalar bilan to'lgan. Masalan, makkajo'xorini doni kraxmal bilan to'lgan. Uning endospermida kraxmal bor. Bug'doy donida endospermida kraxmal bor. Biz o'sha kraxmalidan un iste'mol qilamiz. Semichka dona ustidagi qobig'ini olib tashlasak, yog'ochning qobig'ining ichida dona chiqadi. O'sha donaning ichida nima palla bargi bor, to'g'rimi? Ikki urug' palla barg qoqodoshga kiradi. Ikkita urug' palla bargi bor. E'tibor bersangiz, chunki ustida yana bitta yupqa pardasi bo'ladi, semichkani. Shuni olib tashlasangiz, seziladi ikkita urug' palla barg. Asosi baribir endosperm. O'zi ko'p qismini endosperm hosil qiladi. Ko'proq qismi endosperm. Hujayraning o'sha bitta urug'i eng ko'p qismi endosperm. Mana bitta bor siqilib turadi, ikkita urug' palla barg. Tushunasizmi? Endospermi semichkada masalan yog' uni ham yog' toplaydi. Semichka yog'i, paxta, pista yog'ida biz ishlatamiz biz uni. Tushunasizmi? Kunga boqar yog'. Xo'p, demak endosperm vazifasi nima ekan? Energiya berish, urug'ga energiya berish. Siz boya gapingizni qaytaring endi. O'qing. Spermning markaziy hujayralarga qo'shiladi va natijada yaratuvchi mana to'xtang. Ikkinchi spermning markaziy hujayra bilan o'rnalanib, natijada yadrosi triploid, ya'ni triploid bu uchinchisi. Ya'ni 3 ta gaploid hujayra. Qarang. Spermatozoid bu gaploid hujayrami? Markaziy hujayrada ikkita gaploid hujayra bormi? N
n. 3 ta n ni bitta joyga birlashtirib qo'ysangiz, mana n. Umuman olganda yaxlit qarasangiz 3n, lekin 3 alohida hujayralar. To'g'risi hamda. Tushunasiz? Mohiyatini tushundinglarmi endi? Sog' bo'ling. Bu tushunarlimi? Endi sizlarga zo'r savollar. Bu haqda gapiringiz gap ko'p. Men yana soatlab gapirishim mumkin shu temani. Yana misollar, yana zo'r narsa, zo'r savollarim bor sizlarga. Qaranglar. Qarang. Mikroskop, bu yoqqa qaratasizmi? Qaratib oling. Bo'ldi, rahmat. Mikrosporosit bilan mana bu 4 ta mikrosporani hissiyati bir xilmi, bir xil emasmi? Qarasi bir xil bo'lishi mumkin. Birinchidan bu 2n, birinchidan bu n. Hissiyat bir xil bo'lgan taqdirda 2 barobar ko'p. Birinchidan, ikkinchidan bir xil bo'lmaydi, chunki bu meyoz deb qo'yibdi. Ikkinchi savol. Bu shu 4 ta mikrosporani hissiyati bir xil, fikrim to'g'rimi? Har xil bo'ladi. Meyoz mohiyati 4 xil hujayra hosil qilishmi? Savol sizlarga. Savol. Vegetativ hujayra bilan generativ hujayrani hissiyati bir xil. To'g'ri, chunki mitoz bilan hosil bo'lyapti bu. Mitoz mohiyati avvalgi hujayralarni bir xil hissiyat hosil qilish. Ikkita spermini to'plami bir xil bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri, chunki mitoz usulida hosil bo'lyapti. Mana bu n to'plamli generativ hujayra mitoz usulida n hosil qiladi. Hissiyat bir xilmikan? Ikkita spermatozoid bir xil. Lekin mana bitta ikkita spermatozoid bilan mana bundan hosil bo'lgan ikkita spermatozoid hissiyati bir xil bo'ladimi? Yo'q. Lekin mana bitta ikkita spermatozoid bilan bundan hosil uni hosil qilgan vegetativ hujayrasi bilan bir xil bo'ladimi? Bir xil bo'ladi. Chunki mana ikkita spermatozoid mana bundan hosil bo'lyapti, mitozdan. Bu esa bu ikkalasi bilan birga mana bundan hosil bo'ladi, mitoz usulida. Demak, bu uchalasining hissiyati bir xil. Bir xil hissiyat. Tarkibini tekshirib ko'ring, bir xil gen topasiz. Bir-biridan zarracha farq qilmaydigan gen topasiz. Desa bo'ladi endi. Tushunarli-a? Bu sizlar uchun ozgina yog'on. Ishlasa ham. Keyingisi, sizlarga savol. Kim to'g'ri noto'g'ri aytasiz? Diqqat bilan tinglanglar. Ozgina vaqt beraman. Hamma o'ylab olishing, guruhlarni ikkiga bo'lamiz yana. Mana shu yerda 8 xil yadro bor. Fikrim to'g'rimi? O'ylab olinglar, faqat shoshmanglar. Shu yerda 8 xil hujayra bor. 8 ya'ni yadroda endi 8 xil hujayra bor. Ha deganlar, yo'q deganlar qo'l ko'taramiz. Ozgina o'ylab olinglar, yana 5 sekund vaqt beraman. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Xo'p, demak 8 ta hujayra har xil deganlar qo'l ko'tarsin. Yaxshi, bu so'rab o'tirgan qo'yganim. Hech kim qo'l ko'tarmadi. 8 ta hujayra bir xil. Nega? Qaranglar. Bu bilan bu ikkalasining to'plami bir xilmi? Bu ikkalasi bilan mana 4 talasi 8 talasi to'plami bir xilmi? Bir xil. Bir absolyutni bir xil. 8 xil degan savollarda keladi. Bunaqa deydi. To'g'ri fikrlarni aniqlang. Arxeospora bo'lishidan hosil bo'lgan murtay xaltalar to'plami bir yadroli 8 ta hujayra deydi. Ya'ni nima edi? Eslashga chiqarib. 8 xil yadroga ega deydi. Murtay xalta 8 xil yadroga ega deydi. O'tishga gapirmang. Murtay xalta 8 xil yadroga ega. To'g'rimi fikr? 8 xil yadro deyapti. Xato. 8 xil emas yadro, bir xil yadro. 8 ta hujayra. Yadrosi bir xil, ular yadrosini tekshirib ko'ring, bir xil. Yadro bu gen-da, yadrodan maqsad genga ishora qilyapti. Tushunyapsizlar? Bir xil. Demak, markaziy hujayra bilan tuxum hujayraning geni bir xilmikan? Markaziy hujayra tarkibidagi ikkita nimasi bir xilmikan? Tushunarli. Demak, qaranglar. Men bo'ldi, bu yoqqa o'tish mumkin emas, bu yoqqa endi. Chunki yana almashtirishimiz kerak. Menimcha bo'ldi. Yo'q, qarang. Megaspora bilan yo'naltiruvchilarning nimalari bir xilmi? Genni. Nega? NS bo'lsa bir xil bo'ladimi? Men to'plami bir xilmi demayapman. To'plami bir xil demayapman. To'plami bir xil to'g'ri NS dan. Men geni bir xilmi deyapman. Har xil chunki meyoz usulida bo'lindi bular. 4 ta. O'sha yo'naltiruvchilarning geni bir xil. Yo'q. Tushunarli? Meyoz usul demakki, siz o'sha tushunyapsiz. Meyoz usulida hosil bo'lgan hujayraning genlari har xil bo'ladi. Mitoz usulida. Endi mana bunaqa savollar tushadi bolalar. Men qani endi men tushunib qolardim, просто уже nima bo'ldi vaqt qirg'iz. Bir yana sekin o'zi har doim menga vaqt yetmaydi tushuntirishim. Shuning uchun tushuntiraman mavzuni. Chunki o'ta hech kim kutib turmaydi sizga qarab. Uydagilar telefon qildi, iftorga borishim kerak, hokazo. Qaranglar. Mana bunaqa savollar tushadi. To'g'ri fikrlarni aniqlang deydi masalan. Sizlar do'stga qarab javob beraverib boshlanishiga, lekin testda shunaqa tushadi. Qarang.
Megasparasit meyoz usulida bo'linadi. Mana haqiqatda ham megasparasit meyoz usulida bo'linadi. Arxeospora meyoz usulida hosil bo'lgan hujayradir. Arxeospora meyoz usulida hosil bo'lgan hujayradir. Arxeospora bumi? Bu ikkilikesmi? Qatdan ko'rgansa meyoz usulida hosil bo'lgan hujayra ikkilikes bo'lmaydi. Uning uchun bu to'rin-to'risli hujayra bo'lgan bo'lsin. Nima bo'lmaydi? Tushunarli? Arxeospora deb sizlarga bekorga aytmayapti. Siz mana shu arxeosporani nima deb o'ylaysiz xolos? Bu meyoz usuliga kelib chiqqan. Yo'q, arxeosporani o'zi. Bu samatik hujayra. Samatik hujayra. Men o'sganim sari u ham o'sadi. Men bilan bir xil kelib chiqadi. Urug'don. Tushunasizmi? Masalan, tuxumdon, urug'don degan tushunchalar bor-ku. O'sha spermatozoid qayerdan hosil qiladi? Yo'q bo'lib ketmayapti-ku. Masalan, spermatozoid hosil qilgan sari tuxumdonlar kamayib, kishiyib, urug'donlar kishiyib ketmayapti-yu. Qanday bo'lsa shundanligicha turadi, lekin har safar masalan 12 million spermatozoid hosil qilar ekan o'sha boyagi urug'don. Masalan, ko'ryapsizmi? Yo'q bo'lsa so'rilib ketish kerak. Darvoqe jinsiy hujayralar bu qaysi o'qimagan mas'ul bilasizlarmi? Nima deysiz o'zi? Tavakkal qilib ko'ringlar. Jinsiy hujayralar qaysi o'qimagan mas'ul? O'zi odamda to'rtta to'qima bor. Nerv, epiteliy, muskul biriktiruvchi. Epiteliy. Tuxum hujayra ham, nima ham spermatozoid epiteliy to'qimasi emas. Epiteliydan hosil bo'ladi. Yangi o'nda shunaqa berib ketgan. Xo'p, yana davom etamiz. Markaziy hujayra mitoz usulida hosil bo'lgan. Markaziy hujayra mitoz usulida hosil bo'lgan. Mana mitoz usulida hosil bo'lgan. Mitoz usulida hosil bo'lgan. Mikrospora meyoz usulida bo'linadi. Mikrospora meyoz usulida bo'linadi. Mikrospora meyoz usulida bo'linadi. Meyoz usulida bo'lyaptimi? Yaxshi. Vegetativ hujayra mitoz usulida bo'linadi. Vegetativ hujayra bo'linmaydi mana. Vegetativ hujayra bo'linmaydi. Vegetativ hujayra mitoz usulida hosil bo'lgan hujayradir. Yaxshi. Mikrosporazit meyoz usulida hosil bo'lgan hujayradir. Mikrosporazit mitoz usulida hosil bo'ladi. Tushunarli? Mikrosporazit meyoz usulida bo'linadi. Mikrospora meyoz usulida hosil bo'ladi. To'g'ri. Chunki mikrospora meyoz usulida hosil bo'ladi, mikrospora hosil qiladi. Mikrospora esa meyoz usulida bo'ladi. Spermatozoid mitoz usulida hosil bo'lgan. Bu DTM saviyasi. Masalan, spermatozoid bu mitoz usulida hosil bo'lgan gaploid hujayralar. Yoki eng to'plamli hujayralar. Spermatozoid bu mitoz usulida hosil bo'lgan eng to'plamli hujayralar. Kimgadir sizga o'tirgan eng to'plamli hujayralar, siz bilan birga sizga kelgan narigi odamga gaploid to'plamli degan. Haqiqatda shafaq yoki matematikasi bor. Gaploidlar men ham bitta ma'noda ko'radi deb o'ylayman. Eng ko'radim, endi eng to'plamli hujayralar mitoz usulida bo'ladi. Holatda spermatozoid eng to'plamli hosiladi, lekin mitoz hosiladi. To'g'ri. Tushunarlimi nima deyapmiz? U spermatozoid edi, birinchidan spermatozoid jinsiy hujayralar emas. Ikkinchidan mitoz usulida hosil bo'lgan voh, mitoz. O'zi ham charxamaslik muhimda deyapti. Detemda ozgina bilim kifoya. Charxamaslik. Sertifikatda ham charxamaslik, ham yaxshi bilim. Unga ham logika kerak. Sertifikatda ma'nodan tashlaydi. Ma'nodan ishlashga to'g'ri keladi. Aynan. Ya'ni fikrlash qobiliyatingizni namoyon etib bera olishingiz kerak. Mustafa Abdullayev ko'rsatganimiz va hayvonlarga endi hayvonlarga gamelingiz o'zingizga gamelingizdan nima sabab haqida? Nima uchun o'zingizdan boshlaysiz? Birinchidan emas, o'zingizga ikki xilda. Kiyinidan bo'lsa, qanday birinchi kiyinib olsangiz, keyin oshidan yurish ketib bo'ladi. Ikkita odam nasib yurib chiqadi, bittasi uzoqdan boshlaydi, bittasi yaqindan boshlaydi, kim bitta oxiri uzoqdan boshlaydi. Yana ko'rishdan uzoqdan boshlaydi. Yani kiyinidan boshlasa, demak, men o'zingizdan boshlasa, nega? Men kiyim shundasi yo'q. Ikki variantda ikki xil bor. Ko'rgan bo'lsangiz, mikrosporazit to'g'risida keyin har bittasi ikkita kelgan bitta. Bunda bitta ikki xil. Boshqa. Hayvonlarga gametingiz to'rtta davlatlar bor. Birinchi davlat. Ko'payish. İkinci davlat. Üçüncü davlat. Yetiniz.
davr. Bu davrda iborat. Ayollik aytgan bir hayvonlarda qaranglar. Ko'payish davri bu. Boyagi birlamchi tamatik hujayralarni bir tonna jinsiy hujayralar hosil qilishga mana ikki hosil qilgan mitoz tizimi bo'ladi mana yozib qo'yaman. Mitoz tizimi bo'ladi. Yana ikki tonnalar hujayra hosil qiladi. Nega tonnalar bormi? Bu majoz. Ko'payish bir tonna hosil qilish kerak. Masalan, imini mana shu davr ayollarda, qizlarda embrionligida sodir. Ular naqd ko'payishdan chiqqan 500 mingta fabrikalar dunyoga keladi. Ular ko'payishda mana shu demak mitozdan chiqqan nima iminda chaqaloqlarda qarang, siz hali embrionligida sizga hujumlash hali boshlangan qarang. Qizlarda o'g'il bolada bu voyaga yetgandan keyin boshlanadi balog'atdan. Qizlarda pishmash uchun qizlar tezroq. Hop, demak ko'payish bu ikki demak ko'plab ikki hujayralar hosil qilib qo'yadi. Tushunadi? Bir tonna ikki hujayra bor. Milliard, trilliard, kvadrillion. Yana bir balolar bor, o'sish. Bitta hujayra o'sish ko'p. Endi har bittasi o'sadi. Men bitta hujayrani misolida tushuntaman. Noqul qo'rqinch bir o'yinlar, tushunmayapti odam yo'q. Demak, o'sish fazasida ikki o'sadi. Qaranglar, biza hujayra siklida qaysi fazasida o'sadi deymiz? Hujayralar o'sadi. Hujayralar o'sadi. Masalan, deganimiz shunaqa desa bo'lsa bo'ladi, ahamiyati yo'q. O'sish davri bu eshitgan bo'ladi. O'sish davri bu ko'payish, bir tonna ko'payish. Shu yerda mana shu yerda hozir birortasini nomini jinsiy hujayra deb ayta olmayman. Qaysi biri jinsiy hujayra deb aytsa bo'ladi? Aytayapsanmi? Qara, chunki jinsiy hujayra uchun na medoz pulli hosil bo'lgan, na kategoриya o'taydi, na to'plami emas. Ikki qo'shilmaydi, bu to'g'ri bo'lib ketadi. Demak, bu hali ko'payish nima deydi? Jinsiy hujayra hosil qilishni biroz boshlanishi, lekin hali jinsiy hujayraning asari keladi. Kurashgan bizda faqat bundoq turadi. Kiyimlarni yechib turadi. Toshqonlar. Bu hali kurashda asorat sezilmayapti. Faqat kiyim yechish bilan emas. Lekin ayollar o'sishda nima bo'ladi? O'sishda mana shu ikki nima bo'ladi? O'sish o'ziga xos bo'ladi. Malika nom? Interfazi nima bo'ladi? Interfazi bu ko'rsatadi nima? Nimada boshladi? Barhoyat o'g'limga nima qilib, shu serpazni boshlabdi, qizlarga gapirishdi. O'zgacha kelgan o'g'il bola ota-onasi qara deydi. Barhoyat o'g'limga nima qilib, 30 yil umrini behuda sarfladi. Ijoradan boshlanadi. Va nihoyat e'tiborlarish razligi tushdi. Keyin to'liq pul ortdi. Yetinish bu o'ziga. Bu mana shu ikki to'liq ikki bosqichda hujayra hosil qiladi. Ikki bosqich. Bu meros. Bu meros. Ikki. Bu n. Bu esa n. Bu vahshiy hisoblanadi. Ko'payish davrida hujayra ko'payadi. O'z davrida dekritifikatsiyalanadi, hujayra jadal o'sadi. Yetinish davrida esa meros sodir bo'lib, endogramik hujayralar hosil bo'ladi. Shakllanishda tuxum hujayra. Shu bitta shakllanishdan farq qiladi. Tuxum hujayra. Mana shu tuxum hujayra. Mana bunaqa qilaman. Bu agar tuxum hujayra bo'lsa, просто qobil bilan qiladi. Qobil. Nima uchun qobil? Chunki ko'plab spermatozoid, bittadan ko'p spermatozoid kelmasligi uchun. Agar bu spermatozoid bo'lsa, chunki bu necha organizm bir xilda spermatozoid bo'lsa, dumaloq qilib ishlaydi. Shaklga kiradi. Qichib hosil qiladi. Boshida bundoq sen akrosoma hosil qiladi. Bundoq ya shakllangan sitoplazmada boshga, bo'yin va dum bo'ladi.
bilasiz. O'sha boshchasida yadro, endokrin yadro. Bu uni kitoblarni oldingizga bo'lib chiqib, fermentlar mavjud. Bu ferment vazifasi kubanlarni adasi o'g'lini oldiga kelib, o'g'lim deydi. Dada. Ular kelishdi. Ay, uzr, kechirasiz. Sizga bilaman. Bizda dadang borligi haqida aytmayapman. O'zim hozir bildim. Demak, mana shu aklas o'g'lim. Bu demak, deymiz bor, hujayra bo'yichasida hujayra markazi bo'lgan. Mitoxondriyalar ichida o'sha energiya bilan ta'minlanadi. Siz bilasiz, bu xususiyat. Agar harakat qilmaydi, shunga xususiyat bor. Hamma hujayralar bo'lmaydi. Faqat ayrim ma'lum hujayralar bor. Ayrim hujayralar. Demak, endi kitoblar nima degan ko'payish davrida shu hujayralar ko'payaveradi. Degan, qarang, bu faza ko'payish davri hozir bizda ayollarda cheklangan. O'zingizning tugaydi. Erkaklarda bir marta bir ko'payish uchun 12 yil. Demak, erkaklarda bu jarayon tinmaydi. Mana bu jarayon. Ayollarda esa bu o'sha chaqaloq tug'ildi, qiz deb oldingizmi, o'sha bu jarayon to'xtagan. Shunda bu jarayon to'xtagan. Mashaqqat o'sishga kelib to'xtab turadi. Keyin 9, 10, 11 yosh atrofida qiz bola balog'at ketganda o'sish fazi boshlanadi. Shu vaqtda, ungacha bo'lganda to'xtab turadi. 4 yil follikula shu. Keyin esa o'sish fazasi boshlanadi. Endi o'g'il bolada bu narsa o'sha balog'at ketganda 12-13 yosh bizda aytamiz, tinchlik davri, o'smir davri, maktab davrida o'tib ketadigan o'smirlik davri boshlanganda bu ko'p bilinchi ko'p hujayralar ko'payaveradi keyin. Keyin o'z davriga o'tib denkasi republikasanadi. Bu republikasi, ya'ni intish faza o'tadi, bu o'z davri tugadi. Kitobda o'z davri nima degan? Darvoza ko'payish haqida narsa degan. Tuban hayvonlarda, tuban mutaxassislarda organizm butun umr davom etadi. Tuban mutaxassislar. Erkak tabiat hayvonlarda, erkak organizmlarda qanday o'smirlikda qanday butun tuban mutaxassislar. Juda e'tiborga molik. O'zi chunki spermadagi hayvonlarda spermadagi organizm farqlari degan shu eshitayapsizmi? Ko'payishda demak ayollarda shu to'xtagan yoki sog'liqsizda butun davom etgan, erkaklar esa ko'payishlarni barvaqt ketganda faqat qari bo'lguncha 45-50 minutlargacha davom etadi. O'sish fazasi nima farq bo'lsa, spermatozoidlar, ya'ni bo'lajak spermatozoidlar talaba unchalik o'smaydi. Lekin tuxum hatto 150 barobar o'smas, объем размерda 150 barobar o'sadi. Yozgan kitobda 1000 marta gapirgan bu. Nima ko'plab o'ziga ozmonda sariq, oqsil to'plab oladi. Yetilish fazasi yo'q sodir bo'ladi, o'zingizga. Keyin shakllanishda farq bor. Shakllanishda spermatozoid ko'proq shakl oladi. Bo'yi, bosh, demak, bu sizda bir narsani aytmoqchi bu qo'ygan o'sha emas. Shu bitta spermatozoid kirmasligi uchun bu bittadan ko'p kirmasligi uchun qolgan hozir bor. Bu bo'ladi. Keyin bolalar mana masalan даже o'smirlarda ham shunday ekan bo'ladi. Masalan, o'sha aytmoqchi o'sha hazillarni Instagramga yozganman. Bitta mikros parazitdan 4 ta mikros hosil bo'ladi. Bitta ovotdan bitta megaspor hosil bo'ladi. Va ishlarni yo'q endi. Yo'q hisobda. Bitta yo'lga bitta ekan. Lekin bitta erkakka to'xtalib mana to'xtaga javob bermagan o'zingizga bu narsani solib qo'yadi. Mana bitta mana shu hozir mikrosparasit nechta urug'ni hosil qiladi? Bitta. Yo'q, to'rtta mana. To'rtta. Buncha. O'smirlarda ham bor. Hayvonlar joyi bo'yi. Даже o'smirlar bor. Shuning uchun o'smirga ham shunday qiladi bo'ladi. Hisob beriladi. Partilos bokira. Genetik rivojlanma. Bokiradan farzand rivojlanadi. Qanaqaki bokiradan farzand rivojlanadi? Tabiatda ayrim organizmlar borki, ular ulg'aymagan tuxum hujayralar, tuxum hujayralariga
spermatozoid kelishi kerak, to'g'rimi? Normada. Shu jarayon sodir bo'lmay, shuni o'zidan shu ikkiga bo'linib, mo'tak hosil qiladi. Jinsiy ko'payish nima bu? Jinsiy hujayra emas bu. Yo'q, jinsiy nima qildi? Boyagi zigotalar ikkiga bo'linadi, buni ham o'g'il qolgan, to'g'ri, bitta ko'payish. Shu joyga chaqirdi. Lekin savol so'rab, aytib savol to'g'ri. Nima uchun materialimiz jinsiy ko'payish? Jinsiy hujayralar amalda. Jinsiy ko'payish ta'riflaydi. Jinsiy hujayra ishtirokida kechadigan har qanday ko'payish jinsiy ko'payish. Jinsiy hujayrami? Tuxum hujayrami? Jinsiy hujayra orqali sodir bo'layotgan hamma ko'payish, xoh u kopulyatsiya bo'lsin, bu narsa kopulyatsiya deyiladi, qo'shilish. Qo'shilish jarayon deyiladi. Bo'lsin bo'lmasa farqi yo'q. Tushunarli? Turting, erkak asalari. Chunki siz ona anaqa urlangan va biroz urlanmagan tuxum qo'yadi. Urlanmaganlar erkaklar bor. Ularning to'plami endi bo'ladi. Shu joyga e'tibor bermaysiz. Masalan, u narsada juda ko'p ahamiyatli hali bu mavzu juda ham keng. Man ba'zi qilaman. Imенно YouTube videosi zo'r tushungan bolaga shuncha man o'tiraydi deganda, shuncha maksimal harakat qiladi zo'r tushunadi. Hayotimizda o'z darslarda davomida juda ko'p qasqatadi. Masalan, yo'sinlardan sport hosil bo'lishi, yo'sinlar metodisidan. Masalan, yoki masalan esingizda bo'lsa, uloting biznes nima hosil qiladi. Zaspor hosillar, zasporasi ikkiga bo'linib, uloting hosil qiladi. Noqulashlar uloting zigota hosil qiladi, zigota to'rga bo'linadi. Masalan, to'g'rimi? Shu zigota nega to'rga bo'linadi? Nega qanaqa to'rga bo'linadi? Sizda bo'lgan yoki? Yo'q, bilmaysiz hozir. O'sha paytda shunday. Uning uchun mitoz biyoz uchun. Shunisi, ana shu paytlari tushuntirib beraman, xudo xohlasa. Mitoz biyoz asosan o'zi nima uchun kerak hisoblanadi? Bu istiyat o'zgarib o'zgaradi. И hayvon o'simliklaridagi mitoz bitta farqini tushuntirman. Mitoz anaqa diametriga kelsa, o'simliklarda meyoz bilan boshlanadi. Hayvonlarda mitoz bilan boshlanadi. Bu mitoz hayvonlarda mitoz bilan boshlanadi, diametriga o'simliklarda meyoz bilan boshlanadi. Mitoz bilan tugaydi, hayvonlarda mitoz bilan boshlanadi, meyoz bilan tugaydi. Tushunasizlar? Demak, bu degani o'simliklarda boshida har xil bo'lib oxirigacha bir xil bo'lib ketadi. Bizda boshida bir xil bo'lib oxirida har xil bo'ladi. Darvoqe klonlashtirgan joyga e'tibor berib, klonlash degani o'xshaydi. Buncha bitta ko'payish klonlash degan narsa yo'q. Qani, klon degani klon biron bir narsani ayni nusxasi. Kopiya, klon. Qaranglar, bolalar tushuntiraman. Bu klonlash faqat vegetativ ko'payadigan organizmga xos. Tushunasizmi? Masalan, siz daraxt ekkansiz, zo'r daraxt. Nima uchun? Nima uchun sizga mevasidan hech qiziqamizda daraxtlarni mevasidan emas, vegetativ organ ko'paytirishadi. Ya'ni hech qaysi bir pashti masalan mashish qilmagansiz yoki ko'rmagansiz, pashti ko'rmagansiz. Olmani ichiga olib, ichidagi urug'ini olib, anaqa qilib, pillatib, anaqa yetirtirib, undan mo'da qilib. Faqat vegetativ. Qaramcha, nolga, ilizbashga, yoki qanaqa olmaydi, ilizbashga ko'payadi. Biz olchi ko'payadi. Xo'p, bizda qarang, bu klonlash uchun. Masalan, siz bunaqa deysizlar. Va qo'shni, siz noki zo'r deydi, maza qilaman. Degan payt, senga nokini qatdan siz zo'rligini bilyapsiz. Yeb bergansiz, yeb ko'rgan. Chiqargansiz qo'shni haqida. Yeb ko'rgan. Shunaqa deb o'tirmasa, nokini bunaqasini ko'paytirib olmaydi. Biz bo'lmaydi. Chunki o'sha urug'da irsiyat o'zgargan. Birinchidan, o'sha daraxtni o'zi anaqa qilgan, krasing bo'lgan. Ikkinchidan, unga erkakdan chang kelgan. Irsiyat o'zgargan unda. U bunchalik noxush etmaydi. Tushunasizmi? Menga aynan shunaqa narsa kerak. Tushunasizmi? O'shaning uchun aynan o'chib qoldi. Bitmishda. Yo'q, yo'qmi? Bitmishda. Men ovozim yaxshi ham yozadi. Chiqib yozayotgan bo'lsa. Yaxshi mana nazarda tiqib tursam yoziladi. Xo'p. Endi uzr. To'g'ri. Masalan, bitta daraxt olasiz. Shoxini kesib, qaramchani ekasiz. Yana daraxt qo'yib. Bu daraxt bilan bu daraxtni xromosomasini o'zgartirib o'rgansangiz, tarkibi bir xil. Hammasiga bir xil. Chunki siz bu organizm o'sha zamonda hujayralarni ekyapsiz, o'sha zamonda hujayralar ko'payishni oladi. To'g'rimi? Unga bitta organizm kloni hosil bo'ladi. Hammasi bir xil. To'g'rimi? Hammasi bir xil xromosom to'plamiga ega. Bu faqat vegetativ ko'paygandan keyin. Kim vegetativ ko'paysa bir xil organizm hosil bo'ladi. Masalan, endi men buni ko'proq o'zimning misolni o'rtadan tushuntirdim. Masalan, planlar oqlanadi.
misol uchun 10 ta 20 taga maydalanib ketdi. Xaritasida yana alohida planari hozir bo'ldi. Hissiyat bir xil emas. 10 ta planari bir xil hissiyat. Qanaqa? Chunki bitta somatik hujayra bo'lib ketadi. Faqat jinsiy ko'paygandagina, faqat meyoz aralashgan joydagina hissiyat o'zgaradi. Tushunasizlar? Mitoz bor joyda, jinsiy ko'paygan joyda hissiyat bir xil. Kromosomalar haqida gaplashamiz. Sog'lig'ingiz salomat bo'ling.